Hatto shu darajaga boradiki, gunoh qilayotgan odam qalbida juda ham katta bo'shliq, yolg'izlik, bezovtalik, xavotir, sovuqlik paydo bo'ladi. Sovuqlik. Mana shu narsani inson his qiladi ekan qalbida. O'zi bilan Robbisini o'rtasida hatto vahshat paydo bo'ladi. Yolg'izlik, qorong'ulik, hatto odamlar bilan o'zini o'rtasida, hatto shu darajaga boradiki, inson o'zi bilan o'zini o'rtasida vahshat, bir yolg'izlik, qorong'ulik, zulmat paydo bo'ladi. O'zini tanimay qoladi. O'zidan hafsalasi sovib ketgan. O'ziga o'zi kerak emas. Sen odam emassan ekansan aslida deb o'zidan jirkanib nafratlanib boradi odam. Mana shu Allohga osiy bo'lib yurgan odam, qarang. Allohdan aloqasi uzildi, vahshat paydo bo'ldi. Odamlar bilan ham vahshat paydo bo'ldi. Odamlar ham unga qandaydir yomon munosabatda bo'lib qolayotganini ko'radi. Bir ishi yurishmagan, qaysi eshikni taqillasa yopiq, unga ochilmaydi, berkik, yo'llari to'siq, ishi yurishmagan. Odamlar ham uni yomon ko'rgan, obro'sizlanib ketgan, beobro' bo'lgan hammaning ichida. O'zi bilan o'zini o'rtasida ham hatto mana shunday vahshat paydo bo'ladi ekan. Qanchalik bu gunoh ko'paygan sari shunchalik odamning qalbida qorong'ulik, zulmat kuchayib boraveradi. Hatto mana bu zulmat insonni yuziga chiqib ketadi ekan. Mana bu, ya'ni salaf solihlarning qo'rqqan narsasi. Hatto ba'zi salaflar oynaga qarab, ko'zguga qarab, yuzim gunohlar sababli qorayib ketmayaptimikin deb qarab qo'yardi ekan. Chunki taqvodor, mo'min, solih amallar qilib yurgan odamlarning yuzida nur bo'ladi, siymosi bo'ladi, alomati bo'ladi. Shunchidan mana Hasan Basri rahimahullohdan tobiinlardan keladi, kechalari namoz o'qigan odamni kunduzi yuzi porloq bo'ladi deydi, munavvar bo'ladi. Mana bu toatni asarlari ko'rinadi insonning yuzida. Lekin ma'siyat qilib yurgan odamni hatto yuziga urvoradi mana shu gunoh. Yuzi qorong'u, zulmatli, ko'rimsiz bo'lib ketadi. Ba'zi Alloh asrasin haligi fahshga botib yurgan odamlar, bir artistlar, harom harish ishlar bilan yurganlarda shunday basharasiga qaraganda odam bir qaragisi kelmaydi. O'zi yuzidan aytib turadi, bu bir haromxo'r odam ekanligi bilinib turadi o'zi. Mana bu nimadan? Gunohni kasofati urib yuborgan betiga. Alloh asrasin, endi bu dunyodagi hayoti, agar qabrga kirsa, qabri ham zulmatli bo'ladi, oxiratda ham nuri o'chadi, zulmatli bo'ladi. Mana shunday zulmatlar ichida qolib ketadi. Gunoh mana shunday narsa. Odamni dunyo oxiratni rasvo qilib tashlaydi. Qo'rqoq, yolg'izlikda odamlarga qo'shila olmay qo'y. Shuning uchun ham qarang, yolg'izman deb qo'shiqlar aytadi. Rostdan ham yolg'iz, haqiqatan ham o'zini mana shunday his, bu voqeda bo'lgan odamlar aytadi ekanda qo'shiqda ham qarang. Yolg'iz qolib ketgan, gunoh, ma'siyat, harom harishlarning ichida yurib keyin shunday vahshat paydo bo'lgan, Allohdan aloqasi uzilgan, odamlardan ham aloqasi uzilgan, o'zidan ham nafratlanib ketgan, yolg'iz qolib ketgan. Hech kim meni tushunmaydi deydi. Hech kim bilan gaplasha olmaydi. Yolg'iz qolib keyin oxiri o'zini o'ldiradi keyin. Mana bu nimadan? Gunohning yomon kasobatlar. Chunki ham mo'minlar, taqvodorlar mabodo gunohga tushib qolgan taqdirda ham darhol qaytib Allohga tavba qiladi, istig'for aytadi. Mana bu maqtalingan sifat. Mo'minlardan taqvodorlar ham kerak bo'lsa ba'zan ma'siyat qilib qo'yishi mumkin. Taqvodor degani ma'siyat qilmaydi degani emas. Lekin boshqalardan farqi nima desa, gunohida bardavom bo'lmaydi. Valam yusirru ala ma fa'alu va hum ya'lamun. Bilgan hollarda gunohlarda davom etmaydi. Ular tezda qaytadi Allohga. Allohni eslaydi, istig'for aytadi, solih amallar qiladi, qilgan yomonligini yuvib yuboradi, yaxshiliklar qilib.